tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz hokimiyat binosida bo'lyapti. Mana 5-dekabr kungisi rivojdan tanishtirib o'tiraman. Sizlarga bitta yozib olinaveradi, murojaatlaring. Rahmatullayev Domiljon ipoteka kredit olishmayapti va uy-joyga. Birlamchi o'zida asosida. Birlamchi asosda olishyapti. Dolim aka, ipoteka kreditimiz 20 yillik, 17,5% stavkada kafillik asosida beriladi. Pastga arizasini berasiz, subsidiyasiga arizasini berasiz. Xudo xolasa bolalar bilan ko'rib chiqib ijobiy hal qilib beramiz. 3 kunida bitirib to'g'rilab beramiz ipoteka kreditini. Keyingi ishtirokchimiz Langar qurilish savdo kredit olishyapti. 100 millionlikdan olishyapti bular. 312 bo'yicha. 312 qaror bo'yicha 5 yil muddatga beramiz. 2 yil imtiyozli davri bor. Ayollar uchun 19% stavkada, erkaklar uchun 21% stavkada. Hokim yordamchisi bilan mahalla bankidagi arizangizni berasiz. O'tgandan keyin joyi to'lish kunida ko'rib chiqib, ishingizni hal qilib beramiz. Keyingi uy-joy suflerining xo'jaligi quyosh panel o'rnatish bo'yicha biz so'rashganlar akamiz. Uy-joy suf 300 million. 300 million quyosh panel liniyamiz bor. Arizasini topshirganingizdan keyin 1-3 kunda ko'rib chiqib beramiz. Stavkasi 14% da 5 yillik muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan. Siz ijobiy hal qilib beramiz. Rahmat. Keyingi Boydoboy Mehribon opa ta'lim krediti olishni so'rab kelishgan ekanlarga. Tushuncha berib. Ta'lim krediti ochiq. Kompyuter orqali ariza berasiz. Student pulini. Ayollarga befoiz. Befoiz davlat tomonidan qoplanib beradi. 11,5 yil muddatga. 7 yil muddatga. Undan keyin ish topilgan 4 yil. Ijobiy haqlaymiz. Sirazi 1-3 kunida hal qilib beramiz o'sha ishingizni. Hozir qolganlarni ro'yxatga olyapmiz. Yana qo'shimcha bo'lsa haqlamiz, yozib olamiz. Ijobiy hal qilamiz hamma ishlarni. Rahmat.